Okey, ichki tizimga ozgina kiraylik. Honor kompaniyasi qanaqa qilib bozorga kirib keldi, nima yo'lni qo'lladi, sal qiziqman shu narsaga. Honor kompaniyasi 2 yildan ozgina oshiqroq bo'ldi. O'zbekistonga kirib kelishidan oldin bozorni yaxshilab o'rgandi. Boshqa Xitoy brendlaridan farqli ravishda narxini o'rganib, narxini sindirishga harakat qilmadi. Ular fokusi kuchli jamoaga va kuchli marketingga berdi. Boshida bitta distribyutor bilan ishlab, bozorni yaxshigina qoplab, qamrab oldi. Keyinchalik ular qo'shimcha yana bitta distribyutorni qo'shdi va ikkita kanalni juda ham yaxshi kontrol qildi. Xitoy kompaniyalari ko'pincha har kimga tovarini tarqatib tashlaydi, lekin Honor ikkita distribyutor orqali bozorga kirib kelgan. Hozir o'shandan bittasi sizmi shunda? O'shandan bittasi bizamiz. Bizning kompaniya 1 yildan beri ishlayapti. Bizning muvaffaqiyatlarimiz ham hozir juda ham yuqori darajada baholanyapti. Okey, oxirgi savol. Honor hozir eng topoviy modeli qaysi bo'lib turibdi? O'zbekistonga yaqinda kirib keldi. Honor 400 va Honor 400 Pro modeli hisoblanadi. Bu brendni eshitganmisizlar yoki bu modelni tutganmisizlar? Qaysi modelini tutasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar va do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.